uni yaratgan bandasini hurmat qilishni o'rgandim. O'sha Alloh taolo yaratgan bandasiga berishni o'rgandim. Ko'proq berishim kerak. Ehsonmi yoki hadya qilibmi bir nimani kimnidir xursand qilamanda, rosa xursand bo'laman o'zim. Sababi Alloh taolo meni qo'lim orqali u insonlarga beryapti-da. Biz o'rtadagi kuryermiz-ku. Ya'ni mana misol uchun qarang, mana aksiya qildimmi kurslarimni. Aksiya qilgan paytimda qancha ham odam 1 milliondan mana 8 ta kursimni oldi deylik. 30 ta odam deylik. 30 million pul yig'ildi. O'sha pulni menga Xudo bermoqchi bo'lib turibdi-da. Menga Alloh taolo 30 million bermoqchi. Lekin o'zi kelib bera olmaydi-ku. O'sha aksiyada 30 ta odamga ol deydi. Altın xonim o'zi o'sha odamlarga pul beradi. Pul berganda ham premoy bermaydi. Qattandir o'sha odamga pul kelib qoladi-da. U voy Altın xonim zo'r bo'ldi, qatqiras xo'jayinim berib qoldi yoki qattandir bir pensiyam tushib qoldi yoki oyligimga premiya berib qoldi. Yo'q joydan pul kelib qoldi-da. Sizni aksiya bo'lgan paytda sizni shartda sizni anaqaysa darsingizni oldim. Voy Alloh mehribon bo'lsa xursand bo'ldim deydi. Mana shu joyini tushuninglar-da. U yerda Alloh taolo menga bermoqchi o'sha 1 millionni. Shuning uchun u sizga berdi-da, siz meni kartamga tashladingiz. Kim tushundi hozir? Ya'ni Alloh taolo o'zi premoy bermaydi, u bandasi orqali beradi menga. Tushuntira oldimmi? Mana shuning uchun ham pul topmoqchi bo'lgan odam faqat Allohga yaxshi munosabatda bo'lib, odamga bir tiyinga olmaydigan bo'lsangiz, sizga pul kelmaydi. Sababi bizga pul bandasi orqali keladi. Munosabat degan narsa bor. Biznes строится на отношении deydi. Ya'ni boyimoqchimisiz? Pul kerakmi? Siz bandasi bilan muomalangizni to'g'rilashingiz kerak. Bu kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zbekpa, qozoqpa, tatarmi, o'rispa, biz voy u unaqa, u bunaqa, u namoz o'qimaydi, u aroq ichadi, u likillab qolgan deb bir nimalarni ajratib o'tiramiz-ku, ajratmang. Zachем? Qanaqa bo'lsa shunaqa bo'lsin, birovni go'rga birov yotmaydi-ku. Shunda boricha qabul qiling-da, qo'yvaring-da bo'ldi, lekin munosabat ushlab qoling. Sababi o'sha bandasi orqali sizga pul keladi. Misol uchun mana Global Trend kompaniyasida mahsulot sotaman mana, misol uchun. Men sotmayman, lekin o'sha kompaniyaning nomidan sotamiz biz, o'rtadagi dillermiz. Shuni ham olsang ol, olmasang o'lib ket, tur yo'qol deb hamma bilan urishaveradigan bo'lsam, meni ba'zan hech kim olmaydi.